ko'lanki tashiyman. Xo'p, mana. Mana chiroyli kiyimlaringlarni kiysanglar ketamiz. Men xahayimni kiyib olay. Borsan, opangga aytsang, seni kiyintiradi. Bor. Bo'yanib olib, yangi olgan kiyimlarimni kiyib, endi ishga ketamiz. Kechasi uyqu yaxshi emas, bolaga qarab chiq, 5-6 bola hali kichkina, lekin oldimga qo'ygan maqsadlarimga charchashim ham ko'zimga ko'rinmay ishga ketaman. Qaysi sumkani tutsam ekan, serinimi, qoranimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Bugun ustalar ishlarni hammasini tugatadi. Ertaga povurlaringni gaplasang, tez-tez ishni boshlab qo'yamiz. Ustalar hisob-kitobini qilib yuborasiz. Hozir hammasini bitirib olamiz. Xo'p, zakaz chiqardimi? Chiqarib olib, keyin gaplashamiz. Nigoris kitchenda ishlar avjida. Birinchi o'rinda kelib vitrinaga qarayman, keyin tezgina pastga tushib sexlarni nazorat qilib olaman. Kelinlar,